Mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, odamlarning munosib turmush sharoitini yaxshilash borasida samarali hamda tizimli ishlar olib borilmoqda. Imtiyozli kredit hamda subsidiyalarning ajratilayotgani, ish bilan ta'minlash darajasining yaxshilanayotgani, fuqarolarni dehqonchilik, chorvachilik hamda hunarmandchilikka keng jalb etish borasidagi qator amaliy ishlar buning yorqin tasdig'idir. Kitob tumanining tog'li hududlaridan biri hisoblangan Katlos mahallasi so'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan katta o'zgarish va yangilanishlarga yuz tutmoqda. Tuman markazidan qariyb 40 kilometr uzoqlikda joylashgan bu mahalla tabiiy sharoiti, mehnatkash aholisi va tobora kengayib borayotgan ishlab chiqarish salohiyati bilan o'z o'rni va ahamiyatiga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda hududda 6648 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mahallaning geografik joylashuvi tog'li bo'lgani sababli bu yerda qadimdan chorvachilik yetakchi sohalardan biri bo'lib kelgan. Shu bilan birga keyingi yillarda dehqonchilik, bog'dorchilik va uzumchilik yo'nalishlari ham jadal rivojlanib boryapti. Asosan drayverimiz chorvachilikka ixtisoslashgan, lekin dehqonchilik, bog'dorchilik, undan tashqari uzumchilik ham bizda tog'li hududda yaxshi rivojlangan. Mana shu beriladigan imtiyozli kreditlar hisobidan mana hozir yuqorida ko'rgan yerlarimiz lalmi yerlarda joylashgan 57-chi, 58-chi, 64-chi konturlar. Shu yerda har bir ishsiz fuqarolarga 50 sotikdan yer ajratib berganmiz. Shu yerda ular dehqonchilik qilib, asosan nihollar ekkan, mana hozir ko'rdik, noshvoti, gilos, olma kabi mana shunday nihollar yetishtirib, o'zlari foydalanib kelishyapti. Undan tashqari berilgan suvsiz yer, suv chiqarish uchun ham imtiyozli kreditlar berganmiz. 4 yillik 17,5% hisobidan bular hammasi tik quduq arzidan suvlarini qozib, mana shu ekinlarni hammasini iloji boricha zamonaviy uslubda, ya'ni mana tomchilatib sug'orish, undan tashqari suvni tejash uskunalaridan foydalanib, mana shunday imtiyozlardan foydalanib kelishyapti. Mana ko'rib turibsiz, hamma joy yam-yashil, daraxtlar ekilgan, ichlari haydalgan, kartoshka, sabzavotlar ekilgan. Undan tashqari ham dehqonlarimiz bor imkoniyatdan kelib chiqib, mana shu ishlarni amalga oshiryapti. Bu jihatdan mahalla hokim yordamchisi berilgan imtiyozlardan to'liq foydalanib kelishyapti. Mahalla hokim yordamchisi Qahramon Po'latovning samarali tashabbuslari orqali ishsiz aholi vakillarini ish bilan ta'minlash, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish borasida ko'pgina tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan ishsiz fuqarolarga yer maydonlari ajratib berish orqali ularni tadbirkorlikka keng jalb etish amaliyoti yaxshi natijalarni beryapti. Bu esa nafaqat aholi daromadlarini oshirish, balki hududda yangi ish o'rinlari yaratishga ham xizmat qilmoqda. Mahallaning asosan tog'li va lalmi yerlardan iboratligi dastlab qiyinchilik tug'dirgandek tuyulsa-da, keyinchalik bu imkoniyatlardan unumli foydalanish yo'lga qo'yildi. Lalmi yerlarni o'zlashtirish orqali aholi uchun yangi daromad manbalari yaratildi. Ayniqsa imtiyozli kredit va subsidiyalar asosida issiqxonalar tashkil etilishi mahalla iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutmoqda. E'tiborli jihati, issiqxonalarda limonchilik keng rivojlanib, bu yo'nalish aholiga barqaror daromad keltirmoqda. Issiqxona xo'jaliklarining rivoji mahalladagi ijobiy o'zgarishlarning yorqin namunasi hisoblanadi. Birgina misol, 2023-yilda hududda 40 ta issiqxona faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 150 tadan oshgani bu yo'nalishga bo'lgan qiziqish va imkoniyatlarning kengayganidan dalolat beradi. Katlos mahallasi asosan tog'li hudud bo'lganligi uchun mana shu muhtaram prezidentimizning Kitob tumaniga issiqxonalar rivojlantirish bo'yicha alohida farmonlar chiqqan. Shu farmon asosida bizlarga imtiyozli kreditlar ajratib berildi. Asosan issiqxonaga yo'naltirdik. 2023-yillar atrofida mahallada umuman soni 40 ga yaqin bo'lsa issiqxonalarni hozirgi kunga kelib 150 ga yaqin issiqxona tashkil qilindi. Bularning hammasi mana shu xalqimizning shu issiqxonalarga qiziqishi, limonni tadbirkorligida rivojlantirish uchun ularni narx-navosi, ulardan keladigan daromad ularni qiziqtira boshladi. Chunki oldinlari 10 ming, 5 ming bo'ladigan bo'lsa limon, hozirgi kunga kelib 47 ming, 50 ming atrofida sotilyapti. Endi Katlos mahallasiga issiqxonalar asosan o'sha ishsiz yoshlar, kam daromadli oilalar, kambag'al oilalar reyestrga turgan oilalarga asosan 1 sutik, 2 sutik, 3 sutikgacha imtiyozli kreditlar asosida qilib berganmiz.
Ko'pchiliklari katta issiqxonalar o'zlarini daromad mablag'lari hisobidan ham qilingan. Yetishtirilayotgan limonlar nafaqat ichki ehtiyojni qondirish, balki bozorlarga chiqarilib qo'shimcha daromad olishga ham xizmat qilyapti. Mahalladagi 10 ga yaqin xonadon yerto'lasida tashkil etilgan sovuqxonalar esa mahsulotlarni uzoq muddat saqlash imkoniyatini yaratmoqda. Ayniqsa yoz oylarida limonlarning yuqori narxlarda sotilishi aholining daromadini yanada oshirmoqda. Yana bitta quvonarli tomoni bizga shundayki, mahallamizda 10 ga yaqin yerto'lalarda, asosan uylarning yerto'lalarida sovuqxonalar tashkil qilingan. Asosan limonni saqlash uchun. Mana hozirgi kunga kelib ham mana shu Katlot mahallasiga 10 ga yaqin sovuqxonalar tashkil qilingan. Bularda hozir 1000 tonnaga yaqin limon saqlanadi. Bular asosan borib yozda iyul, avgust oylariga sotiladi. Endi narx-navo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, saqlab sotish baribir o'sha 10 mingdan ko'ra 30 ming yo 40 ming, 50 ming bu aholini o'zini daromadini oshishga olib keladi. Bu hamma qilinadigan sa'y-harakatlarimiz, mana shu muhtaram prezidentimizning mana chiqargan farmonlari xalqning farovonligi, xalqning daromadini oshirish, kambag'allikdan chiqarish shu yo'nalishlarga asosan yo'naltiryapmiz. Mahalla fuqarolaridan biri Furqat Saidov ham ushbu imkoniyatlardan samarali foydalangan. U hokim yordamchisi ko'magida imtiyozli kredit olib, issiqxona tashkil etdi. Hozirda uning issiqxonasida limon, pomidor va turli ko'katlar yetishtirilmoqda. Bu esa dehqonning oilaviy daromadini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Hokim yordamchisi tomonidan beriladigan imtiyozli kredit asosida bitta issiqxona tashkil qilganmiz. Shunga hozircha limon ekkanmiz, pomidor niholla ekkanmiz sotish uchun, har xil ko'katli ekkanmiz, shularni sotib ro'zg'or, masalan, uy-joylarni ishlarga amallab ishlatib turibmiz. Buni xudo xolasa kelajakda yana ham yaxshiroq natijalar kutish niyatimiz bor. Bunaqangi ishlarimiz davom ettirilsa yana ham yaxshi bo'ladi. Bunaqangi imtiyozli kreditlardan o'z vaqtida samarali foydalanish kerak deb o'ylayman. Biz shundan foydalanyapmiz. Mahallada namunali xonadonlar soni ham kun sayin ortib boryapti. Qurbonnazar Ochilov xonadonini bunga misol qilish mumkin. Uning hovlisida chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik bilan bir qatorda issiqxona xo'jaligi va poliz ekinlari yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Xonadonda limon, kartoshka, qovun tarvuz, pomidor kabi turli mahsulotlar yetishtirilib, oilaning iqtisodiy barqarorligi ta'minlanmoqda. Mahallada bandlikni ta'minlash borasida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Suv resurslari cheklangan tog'li hudud bo'lishiga qaramay, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etish orqali mavjud muammolar bosqichma-bosqich hal etilmoqda. Xususan tomchilatib sug'orish tizimlarining keng joriy etilishi suvdan samarali foydalanish imkonini bermoqda. Bu esa avval foydalanilmay yotgan yerlarning ham qayta ishga tushirilishiga zamin yaratyapti. Bundan tashqari hududda bog'dorchilik, xususan nok yetishtirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. 5 yil avval Surxondaryo viloyatidan 14 xil nok ko'chatlari olib kelinib ekilgan bo'lsa, bugungi kunda yana 10 ming tup ko'chat ekilib, nokzorlar kengaytirilmoqda. Sug'orish tizimida zamonaviy yondashuv qo'llanilib, daryodan nasos yordamida suv chiqarilib, tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yilgan. Ko'rib turgan bog'laringiz 2019-yilda tuman hokimimizning qarorlari bilan xususiy korxonamiz balansiga o'tkazib berilgan. U paytda bu yerda vinobob uzum bor edi. Eskirgan vinobob uzum bor edi. Shuni sekin-sekin chiqarib, ko'rganlaringizda mana nokzor qilganmiz. 5 yil bo'ldi mana noklarimizni yuqorida yovvoyi ko'chatini olib kelib ekib, Surxondaryo viloyatidan payvandligini olib kelib, mana shu yerga payvand qilganmiz. Hozir 14 xil nokimiz bor, hosilga kirgan. Endi mahalliy sharoitga mos, mahalliy o'zimizning iqlimga mos navlarda alohida qaysi biri chidamli bo'ladigan bo'lsa, yana mana bu yerga ko'rib turganlaringiz bog'da o'sha navlardan payvand qo'yganmiz. Payvandlarimiz 2-yil. Bog'dorchilikda eng katta muammo bu sifatli ko'chat. Sifatli ko'chatni yetishtirish masalasi bo'yicha ham ozgina harakat qildik. Bu yer mana 10 mingta ko'chat olib kelib ekkanmiz hozir. Endi mana shu o'zimizning sharoitga mos yaxshi ko'chat nok navlaridan payvand qo'yib, ham o'zimizga, ham xalqimizga sifatli ko'chat yetkazib berishga harakat qilamiz. Bu yerga mana hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, pastda 400 metr pastda daryo bor. O'sha daryodan nasos bilan suv chiqarganmiz, transformator qo'yib, keyin artizan quduqqa ulaganmiz. Mana shu 2 gektar hozir bog'imizda hammasi tomchilab sug'orish sistemasi bilan ta'minlangan. Ariqdan suv qo'yilmaydi, hammasi tomchilab sug'oriladi. Birinchidan suvda isrof bo'lmasligi, ikkinchidan iqtisod o'sha elektr energiya bo'yicha muammolar ko'p bo'ladi. Shuning uchun tomchilab sug'orish tashkil qilganmiz. Mana bu yerga hozir 1 gektar bedapoya ekib qo'yibmiz, yerda o'sha kasallikdan tozalash uchun.
Endi bu nasib bo'lsa mana kuzdan boshlab uni belab tashlab, yana xuddi shunday 1 gektar nokzor qilish niyatlarimiz bor. Pastda mana limonariya qilganmiz, 100 tup limonimiz bor. 5 yil bo'ldi unga ham. Har xil mevalardan ekkanman. Kamida bu yerda 20 xil navdagi mevalar ekilgan. Olma, uzum hammasidan ekilgan. Mana shu lalmi joyda mana shunaqa sharoit qildik. Avvalo mana shu sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib bergan yurtboshimizga katta rahmat. Shunaqa tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratilyapti. Bundan mamnunmiz. Hokim yordamchisi ham Qahramon aka doim kelib xabar olib turadilar. Nima bo'lyapti, qanaqa muammolar bor, iqtisodiy qanaqa muammolaringiz bor, qanaqa ishlarda bizga yordamimiz kerak deb har doim so'rab turadilar. Bular bilan mahalla bilan, hokim yordamchisi bilan doim hamkorlikda ish qilamiz. Hokim yordamchisi asosan kambag'allikni qisqartirish, aholini ish bilan ta'minlash, ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, asosan shu ishlar bilan shug'ullanamiz hamda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kreditlar ajratish, subsidiyalar ajratish, suvdalar ajratish ishlari bilan shug'ullanamiz. Mahalla yettiligi bilan birgalikda, mahalla raisi bilan birgalikda ishlarni olib boryapmiz. Bundan keyin ham bu ishlarni amalga oshiraveramiz. Muhtaram prezidentimizni chiqargan farmon qarorlarini ijrosini to'liq bajaramiz. Mamlakatimizni tinchligi yo'lida, mahallamizni farovonligi yo'lida, aholimizni mana shunday iqtisodiy boy qilish maqsadida tinimsiz mehnat qilamiz hamda mana shu aholini qilingan ishlarning natijasini, daromadini yuqori ko'rsatkichlarga ko'tarishga va'da beramiz. Yilni boshiga reja tuzganmiz, hamma tuman hokimi boshchiligida tasdiqlangan reja asosida investitsiyalar olib kirish, qishloqqa investitsiya olib kirish. Bu investitsiya degani ishsiz aholini ish bilan ta'minlash, ularning daromadini oshirish hamda mana shu qishloqda yurgan ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida qilinadi. Bular mana yaqinda katta bir 300 o'rinlik to'yxona ishga tushadi. Undan tashqari sovuqxona qurish maqsadimiz bor. Undan tashqari mana bu sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash zavodini shu fermerlarimiz, tadbirkorlarimiz olib kelishmoqchi. Agar bular ishga tushsa, natijada aholini daromadi ham oshadi, aholini ishsizligi ham kamayadi, kambag'allikdan chiqarish ham o'ziga yarasha mana shunday istiqbolli rejalarni amalga oshirsak bo'ladi. Umuman olganda, Katlos mahalla fuqarolar yig'ini bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohalarini diversifikatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va aholi bandligini oshirish borasida samarali tajriba maktabiga aylanib bormoqda. Xulosa qilib aytganda, mahallada amalga oshirilayotgan ishlar aholining bandligini ta'minlash, daromadini oshirish hamda hududni kompleks rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishonamizki, bunday o'zgarish va yangilanishlar Katlos hududining yanada barqarorlashishi, rivoji hamda farovonligi yo'lida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.